masjidda bomdod namozini jamoat bilan o'qigan kishilar uchun yana bir fazilatli amal bor. Shu Rasulullohning masjidlarida, Ka'ba-i Muazzamada shu ishni qiluvchilarni ko'p ko'rasiz. Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: kim bomdod namozini jamoat bilan o'qisa, quyosh chiqquncha zikr qilib, Qur'on o'qib, ilm o'qib, o'sha joyda o'tirib tursa, quyosh chiqqach 2 rakat namoz o'qisa, Alloh subhanahu va taolo shu odamga bir haj va bir umrani savobini beradi degan ekanlar. Ba'zi bir kishilar o'ylanib qoladiki, voy shuncha narsani berib yuboradimi? Bomdod o'qigandan keyin yarim soat o'tirsa shuncha savob oladimi? Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar, bir haj, bir umra, shu haj va umrada birorta ham xato qilmagan, hech kimga ozor bermagan, hamma amallarni mukammal qilgan, komil, tamomiga yetkazilgan bitta haj va bitta umrani savobini beradi degan ekanlar.